Birinchi kun. Maqsadlar. G'alabaga imkoniyat hamma narsada bor, hamda u 100% ga teng. Chandra Kirti. Avvalambor, yaxshilab oldimizdagi maqsadlarimizni aniqlab olishimiz kerak. Savol: siz yaqin vaqt ichida qanday proyektlarni muvaffaqiyatli yakuniga yetkazmoqchisiz? Nimani o'rganmoqchisiz? Qaysi maqsadlaringizga erishmoqchisiz? Qancha pul ishlab topmoqchisiz? Ushbu savollarning bariga javob yozing. Javob yozishdan oldin biron bir tinch joy toping. Bu juda ham foydali mashq. Shunday joy bo'lsinki, u yerda o'zingizni xotirjam va baxtli his eting. Bu biron qahvaxona, bog' yoki sevimli xonangiz ham bo'lishi mumkin. Sababi o'zingizni yaxshi his etadigan joyda orzularga berilishingiz osonroq. Bitta yon daftar tutib oling va biroz chuqur nafas olib, xotirjam bo'ling va sekinlik bilan yaqin nechadir oy, kun yo hafta ichida qaysi maqsadlaringizga erishmoqchisiz? Hammasini to'liq yozing. Demak, maqsadlar hamda ularni tugatilish muddati. Nega maqsadlarni aniqlab olish lozim? Tasavvur qiling, maqsad bu xuddi bir manzilga o'xshaydi. Sizga ma'lum bir manzilga yetib borishni aytishdi, lekin aniq joyini ko'rsatishmadi. Siz manzilni bilmaysiz. Bu holatda siz bir necha soat, hattoki kuningizni ham behudaga sarflashingiz mumkin. Bir chetdan boshqa bir chetga uchib yuraverasiz. Yo'lda adashib ham qolishingiz mumkin. Manzil aniq bo'lganda esa siz xotirjamlik bilan juda qisqa muddatda yetib borasiz. Shunday qilib, maqsadlarni hamda muddatlarni aniqlab olgach, asosiy ishga o'tamiz, ya'ni harakatga.